أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 26 pora Sura Ahqaf Məkkədə nazil bolğan 35 ayət Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu Qur'an g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Alloh tarafidan nazil qilingandir. Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni haq asosda muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha qoladigan qilib yaratdik. Kafirlar ogohlantirilgan narsalardan yuz o'rgichidir. Ey Muhammad, mushriklarga aytdingki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarning ahvolini aytib beringlar. Ular zaminning qaysi qismini yaratganligini menga ko'rsatinglar. Yoki osmonlarni yaratishda ularning Alloh bilan o'rtoqchiligi bormi? Bu Qur'ondan ilgari sizlarga nazil qilingan kitob yoki ilgirgilardan qolgan ilm bo'lsa, menga elib kelinglar. Agar sizlar rostchil bo'lsanglar, Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qindigan odamdanmi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, kafirlar o'zlariga kelgan haqiqatni, ya'ni Qur'onni baholab, bu ro'shan sehrdir deydi. Yoki ular Qur'onni ya'ni Muhammad alayhissalom o'zi to'qigan deyishamdi. Aytqinki, agar uni men to'qigan bo'lsam, sizlar mendan Allohning azobidan hech narsani dabbi qilolmaysizlar. Sizlarning Qur'on to'g'risidagi tuhmatlaringlarni Alloh obdan biladi. Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvoh bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni mening rostchiligimga, sizlarning yolg'onchiliginglarga guvoh bo'ladi. Alloh tavba qilguvchini mag'firat qilguvchidir. Mo'min bandalarga nihoyatda mehribondir. Aytqinki, men Alloh insonlarni tavhidga da'vat qilish uchun avatgan tunji payg'ambar emasman. Mendan ilgari nurg'un payg'ambarlar elib kelgan vahiy bilan keldim. Nimishqa meni inkor qilasizlar? Menga va sizlarga nima qilinadiganligini uqmayman. Chunki Allohning taqdirini oldin uqib bo'lmaydi. Men faqat menga vahiy qilingan narsaga agishiman. Men faqat sizlarni Allohning azobidan ochiq ogohlantiruvchiman. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlar aytib beqinglarchi, Qur'on Alloh tarafidan nazil bo'lgan tursa, sizlar uningga ishonmasanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Isroil avlodidan bir guvohchi, ya'ni Abdullah ibn Salam, Qur'onning Alloh tarafidan nazil bo'lganligiga guvohlik berib, iymon keltirsa, sizlar takabburlik qilib iymondan bosh tarsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Shubhisizki, Alloh zolim qavmini hidoyat qilmaydi. Kafirlar mo'minlarga, agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular, ya'ni ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi, dedi. Ular Qur'on bilan hidoyat topmaganliklari uchun bu qadimki o'ydirmidir deydi. Qur'ondan ilgari Musoning kitobi, ya'ni Tavrat ahli jahonga peshvo va rahmat edi. Bu arab tilidagi kitobdir. Ilgirki kitoblarni tasdiq qilguvchidir. Alloh uni zolimlarni ogohlantirish uchun, yaxshi ish qilguvchi mo'minlarga jannat bilan xush xabar berish uchun nazil qildi. Parvardigorimiz Allohdir degan ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga shubhisizki kelgusidagi g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi.
Bu ularning qilgan yaxshi amallarini mukofotlash uchundir. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. İnsonni onasi mushaqqat bilan qo'rsoq ko'tarib, mushaqqat bilan tug'di. Uningga qo'rsoq ko'tarish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir. Toki u buvoq o'sib, kuch-quvvatga to'lib 40 yoshga yetganda u Parvardigorim, sening menga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishni, sen rozi bo'ladigan yaxshi ishni qilishimni menga ilhom qilgin. Men uchun mening avlodimni tuzigin. Ya'ni mening avlodimni yaxshi odamlar qilgin. Men haqiqatan sana jimi gunohlardan tavba qildim. Men haqiqatan musulmonlardandurman deydi. Ana shunday kishilarning yaxshi ishlarini qabul qilib, yomon ishlarni kechirim qilamiz. Ular Allah yomon ishlarni kechirganlar bilan jannatda bo'ladi. Bu ularning qilingan rost va'dalardir. Ba'zi odam, ya'ni ota-onasi iymonga da'vat qilgan fajir bola, ota-onasiga voy bo'y. Sizlar meni qayta tirilishdan qo'rqitib o'tamsizlar. Mendan ilgari nurg'un ummatlar o'tdi. Ulardan hech odam tirildirilgani yo'q, deydi. O ikkisi Allohga faryod qilib, voy sana, iymon etgin, Allohning va'dasi haqiqatan haqdir, deydi. U bu faqat avvalgilardan qolgan afsonalardir, deydi. Ana shunday kishilarga Allohning azob qilish so'zi haqli bo'ldi. Ular bo'lsa, ulardan ilgari o'tgan insonlardan va jinlardan bo'lgan ummatlar qatoriga kirgizildi. Ular haqiqatan ziyon tortquchi bo'ldi. Mo'minlarning va kofirlarning hammasining qilgan amallariga yarasha darajalar bo'ladi. Ularning amallarining savobi va jazosi kam ziyoda qilinmay, to'liq berildi. Ularga zulm qilinmaydi. Kofirlar do'zaxga to'g'rilanadigan kunda ularga ayblash yuzidan aytiladi. Sizlar lazzatlaringlarni hayoti dunyoda bahramand bo'lib tugatdinglar. Sizlar ziminda haqsiz ravishda cho'ngchilik qilib, iymondan bosh tortganliginglar va Allohning itoatidan chiqqanliginglar tufaylidan bugun har qilg'uchi azob bilan jazolanasizlar. Ey Muhammad, otning qarindishi, ya'ni Hud alayhissalomning o'z qavmi bilan bo'lgan qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u Ahqof degan yerdagi qavmini Allohning azobidan ogohlantirdi. Uningdan, ya'ni Huddan ilgari va uningdan keyin nurg'un payg'ambarlar o'tdi. U, ya'ni Hud qavmini ogohlantirib aytdi: sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Men haqiqatan sizlarning Allohning xayriga ibodat qilsanglar, buyuk kunning azobiga qolishinglardan qo'rqaman. Ular: ey Hud, sen bizni ilohlarimizdan to'sqili keldingmi? Agar sen so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga bizni qo'rqatgan azobni keltirgin, dedi. U: sizlarga azobning qachon kelishini faqat Alloh biladi. Men sizlarga avatilgan narsani tabliq qilaman, va lekin men sizlarni nodon qavm ko'raman, dedi. Ular o'zlarining va'dasiga surilayotgan bulutni ko'rib, mana bu bizga yomg'ir yog'dirg'uchi bulutdir, deyishdi. Hud aytdi: undaq emas. U sizlar bolduroq ishga eshishni talab qilgan narsadir. U bir bo'ron bo'lib, uning ichida qattiq azob bor. U Parvardigorining bir amr bilan hamma narsani halok qiladi. Ya'ni bo'ron kelib ularni halok qildi. Shuning bilan ularning joylarining, ya'ni turgan makonlarining izidan boshqa narsa ko'rinmaydigan bo'lib qoldi. Gunohkor qavmini mushundaq jazolaymiz. Biz ularni, ya'ni Od qavmini pul, mol, kuch-quvvat jihatda sizlarni qodir qilmagan narsalarga qodir qildik. Ularning shu ne'matlarga shukr qilib, bu orqali ne'matlarni berguchi Allohni tonishi uchun ularga quloq, ko'z, qalblarni berdik. Ular Allohning oyatlarini inkor qilganliklari uchun ularning quloqlari, ko'zlari, dillari ulardan Allohning azobidan hech narsani dafi qilmadi. Ular
masxara qilgan azob ularga nozil bo'ldi. Ey Makka aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ularni kufridan yamsun deb oyatlarni takror bayon qildik. Ularga azob kelganda ularning Xudoga yaqin qiladi deb Allohdan boshqa tutgan ma'budlari ularga nemishqa yordam qilmadi. Balki ularning ma'budlari g'oyib bo'ldi. Bu, ya'ni butlar bizni Xudoga yaqin qiladi degan so'zi ularning o'ydirmasidir va Allohga chaplagan bo'xtonlaridir. Ey Muhammad, o'z vaqtida bir turkum jinlarni sana Qur'on tinglashga avatdik. Ular Qur'on talovatiga hozir bo'lganda bir-biriga jim o'tiringlar deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. Ular aytdi: "Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nozil bo'lgan uningdan ilgari kitoblarga uyg'un keladigan haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tinglashidik. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qilguvchi, ya'ni Muhammad alayhisalomning da'vatini qabul qilinglar va Allohga iymon etinglar. Allah ba'zi gunohlarni mag'firat qiladi, sizlarni qattiq azobdan saqlaydi. Kimki Allohga iymon etishga da'vat qilguvchining, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmasa, azobdan qochib qutulolmaydi. Allohdan boshqa uni Allohning azobidan saqlovchi yordamchilar bo'lmaydi. Ular, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmaguvchilar ochiq gumrohlikdadir. Ular, ya'ni o'lgandan keyin tirilishni inkor qilguvchi kuffarlar bilmamdiki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? Durust, u haqiqatan har narsaga qodirdir. Kofirlar do'zaxga to'g'riladigan kunda ularga bu, ya'ni sizlar tetayotgan azob ras emasmi deyildi. Ular Parvardigorimiz bilan qasamki, albatta rostdir deydi. Alloh ularga kofir bo'lganliginglar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Ey Muhammad, sen mushriklarning salgan jafosiga irodlik payg'ambar sabr qilgandek sabr qilgin. Ularga bo'ladigan azobga oldirab ketmagin. Ular oxiratda va'da qilingan azobni ko'rganda, ular dunyoda go'yo kunduzda bir damla turgandek his qiladi. Bu Qur'on sizlarga tabliğdir. Faqat fosiq qavmlar halok qilindi. Sura Muhammad Madina nazil bo'lgan 38 oyat. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kofir bo'lgan va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlarning yaxshi amallarini Alloh bekor qilib etadi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning Muhammadga nazil qilingan Qur'onga, Qur'on ularning Parvardigori tarafidan kelgan haqiqatdir. Iymon etganlarning gunohlarini Alloh o'chirib tashlaydi. Ularning holini yaxshilaydi. Shuning bilan ular gunoh qilmaydi. Bu shuning uchundirki, kofirlar botilga, ya'ni shaytonga ergashdi. Mo'minlar bo'lsa Parvardigori tarafidan kelgan haqiqatga, ya'ni Qur'onga ergashdi. Allah insonlarga ularning ahvolini shundoq bayon qiladi. Sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan chog'inglarda ularni o'ldiringlar. Sizlar ularni qirib, mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshilik ko'rsatadigan kuch qolmagan chog'da ularni o'ldirishdan to'xtab, ularni asir elinglar. Ondan ularni ehson qilish yuzidan qo'yib beringlar yoki fidiya elib qo'yib beringlar. Toki urush o'zining og'ir yukini tashlaganga qadar, ya'ni urush to'xtaganga qadar ish mana shundaqdir. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdinlar, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zinglar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihodga amr qildi. Allohning yo'lida
o'ldirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Alloh bekor qilib etmaydi. Alloh ularni hidoyat qiladi va holini yaxshilaydi. Alloh ularni jannatga kirgizadi. Alloh uni ularga tonutdi. Ya'ni jannatga kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandek biladi. Ey mo'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Alloh sizlarga dushmanlarga qarshi yordam beradi. Qadiminglarni urush maydonlarida barqaror qiladi. Kofirlarni Alloh halok qiladi. Ularning yaxshi amallarini bekor qiladi. Bu shuning uchundirki, ular Alloh nozil qilgan kitobni, ya'ni Qur'onni yomon ko'rish bilan o'zlarining amallarini barbod qildi. Ular zaminda sayr qilib, ilgirgilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Alloh ularni halok qildi. Makka kofirlarimi shundoq oqibatga qoladi. Bu shuning uchundirki, Alloh mo'minlarning madadkoridir. Kofirlarga madadkor yo'qdir. Shubhisizki, Alloh iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kofirlar hayoti dunyoda uning lazzatlaridan bahramand bo'ladi va chahar paylardek yeb ichadi. Oxiratda ularning joyi do'zax bo'ladi. Seni haydab chiqargan shaharning, ya'ni Makkaning aholisidan kuchli bo'lgan nurg'un shaharlarning aholisini halok qildi. Ularga hech qanday yordam qilguvchi bo'lmadi. Parvardigori tarafidan bo'lgan ro'shan dalillarga asoslangan odam, ya'ni mo'min, o'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan va nafsi xohishlarga ergashgan odamga, ya'ni kofirga o'xshamdi. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, u yerda rangi o'zgarmagan suvdan o'stanglar, ta'mi o'zgarmagan sutdan o'stanglar, ishkuchilarga lazzat beg'ishlaydigan maydan o'stanglar va sop hasaldan o'stanglar bo'ladi. Ularga jannatda bahramand bo'ladigan turli mevalar bo'ladi va Parvardigori tarafidan mag'firat bo'ladi. Mundaq taqvodorlar do'zaxda mangu qoladigan qaynoq suv bilan sug'urilib, qiziqligidan uchaylari pari qilinganlar bilan o'xshashmi? Ulardan, ya'ni munofiqlardan ba'zi kishilar sening so'zingga quloq soladi. Ular sening yiningdan chiqqanda ilm berilgan kishilarga, ya'ni sahobalarning o'limalariga masxir qilish yuzidan. Baya u, ya'ni Muhammad nima dedi deydi. Ana shular Alloh dillarini pechatlayotganlardir. Nafsi xohishlarga ergashganlardir. Hidoyat topganlarni Alloh texim hidoyat qiladi. Ularga taqvodorlikning mukofotini beradi. Ular, ya'ni Makka kuffarlari faqat qiyomatning ularga tuyuqsiz kelishini kutadi. Shubhisizki, qiyomatning alomatlari keldi. Ularga qiyomat kelganda ular qandoqmi vaz nasihat oladi. Ya'ni bu chaqda vaz nasihat olganlikning foydasi bo'lmaydi. Bilginki, Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Gunohing uchun ayol mo'minlar uchun mag'firat tilegin. Alloh sizlarning bu dunyodagi harakatinglarni va oxiratdagi joyinglarni biladi. Shunga oxiratlik uchun tayyorlaninglar. Mo'minlar jihodni talab qilish yuzidan nimishqa jihod amr qilingan biror sura nozil qilinmadi deydi. Jihod zikr qilingan aniq sura nozil qilinganda dillarida kasal borlar, ya'ni munofiqlarning sana o'lim oldida o'limdan qo'rqib aylanib ketgan odamdek qarayotganligini ko'rsan. Ey Muhammad, ularning sana itoat qilishi va chiroyli so'z qilishi ular uchun albatta yaxshi edi. Urush qaror qilingan chaqda ular Allohga sodiq bo'lishqa albatta ular uchun yaxshi edi. Sizlar islomdan yuz o'rsanglar, zaminda buzg'unchilik qilarsizlarmi? Va sizlar rahimni o'zib qo'yarsizlarmi? Ana shunday kishilarni Alloh rahmatidan yiroq qildi. Ularni haqni anglashdan g'az qildi. Hidoyat yo'lini ko'rishdan ko'r qildi. Ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamdi.
balki ularning tillarida qulub bor. Shunga ular tushunmaydi. To'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin orqasiga qaytib olganlar, ya'ni iymondan kufrga qaytganlarga ularning bu ishini shayton chiroyli ko'rsatdi. Shayton arzu va ajalning uzunligi bilan ularning ko'nglini tindirdi. Bu, ya'ni shaytonning ularning ozirishi shuning uchundirki, ular Alloh nasil qilgan narsani yomon ko'rgan kofirlarga biz ba'zi ishlarda sizlarga itoat qilamiz dedi. Ular Allohning sirlarini biladi. Azob farishtalari va ularning yuzlariga va orqalariga urgan holda ularning jonlarini elib olganda ularning holi qandoq bo'ladi? Bu azob shuning uchundirki, ular Allohni darg'azab qiladigan narsalarga agashdi. Allohning roziligini, ya'ni Allohni rozi qiladigan ishlarni yoqtirmadi. Shuning bilan Alloh ularning amallarini bekor qildi. Dillarida kesat borlar, ya'ni munofiqlar, Alloh o'zlarining islomga bo'lgan dushmanligini oshkorlamaydi deb o'ylamdi. Agar biz xohlasak, ularni cho'qim sana bildiratdik. Cho'qim ularning simosidan to'naydik. Sen albatta so'zning uslubidan ularni to'naysan. Alloh sizlarning amallaringlarni bilib turadi. Biz sizlarni albatta jihodga asir qilish va mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz. Toki sizlarning ichinglardan Allohning yo'lida jihod qilguvchilarni va jihodning mushaqqatlariga chidashlik berguvchilarni bilganga sirlaringlardan vahib bo'lganga qadar. Shubsizki, kofir bo'lganlar, kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar, to'g'ri yo'l, ya'ni Rasulullohning haq ekanligi aniq bo'lgandan keyin payg'ambar bilan dushmanlashganlar Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Alloh ularning sadiqa berganga o'xshash amallarini bekor qiladi. Shuning bilan oxiratda uning savobiga erisholmaydi. Ey mo'minlar, Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar, amallaringlarni kufri, nifoq va riyo bilan bekor qilib etmanglar. Shubsizki, kofir bo'lgan va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar, ondan kofir beti o'lganlarni Alloh hargiz mag'firat qilmaydi. Kofirlar bilan jang qilgan chig'inglarda bo'shab qolmanglar. Kofirlarni sulhga chaqirmanglar. Halbuki sizlar g'olibdirsizlar. Alloh sizlar bilan birgadir. Alloh hargiz amallaringlarning savobini kamaytirib o'tmaydi. Dunyo tirikchiligi faqat o'yin va tomoshadan iboratdir. Agar sizlar iymon etsanglar va taqvodorlik qilsanglar, Alloh sizlarga ajringlarni beradi. Mol-mulkinglarning hammasini berishni so'rmaydi. Faqat zakotni berishinglarni so'raydi. Agar u sizlardan mol-mulkinglarni jiddiy so'rasa, bexillik qilasizlar. Bu bexillik sizlarning islomga bo'lgan adovatinglarni oshkorlaydi. Sizlar shundoq kishilarsizlarki, Allohning yo'lida pul mol sarf qilishga chaqirilsanglar, sizlarning oranglarda bexillik qildiganlar bor. Kimki bexillik qiladi ekan, u o'zining ziyni uchun bexillik qiladi. Alloh sizlarning pul mulkinglardan behojatdir. Sizlar bo'lsanglar Allohga muhtojsizlar. Agar sizlar Allohning toatidan yuz o'rsanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Sura Fatih Madinada nozil bo'lgan 29 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning sening ilgirki va keyingi gunohlaringni kechirish uchun, sana bergan ne'matini mukammallashtirish uchun, seni to'g'ri yo'lga boshlash uchun, sana kuchli yordam berish uchun, sana biz haqiqatan ro'shan g'alaba ato qildik. Mo'minlarning iymoniga iymon qo'shilishi uchun Alloh ularning dillariga tamkinlikni tushirdi. Osmonlarning va zaminning farishtalaridan, jinlardan, hayvonlardan va tabiat hodislaridan bo'lgan qo'shinlari Allohningdir. Alloh xalqning ahvolini bilib turg'uchidir.
hikmat bilan ish qilg'uchidir. Mo'minlarning dillariga Allohning tamkinlik tushirishi, ayol mo'minlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan, ular mangu qoladigan jannatlarga kirgizish uchundir. Allohning ularning gunohlarini kechirishi uchundir. Allohning dargohida bu zo'r muvaffaqiyatdir. Mo'minlarning dillariga Allohning tamkinlik tushirishi munofiq va munofiqlarga, mushrik va mushriklarga azob qilish uchundir. Ular Allohga qarata Alloh payg'ambariga va mo'minlarga yordam bermaydi deydigan yomon o'ylarda bo'ldi. Ular mo'minlarga yetsin degan halokat ularning o'zlariga yetadi. Alloh ularga g'azab qildi. Ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularga jahannamni tayyorladi. Jahannam nima degan yomon joy? Osmonlarning va zaminning qo'shinlari Allohningdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Biz haqiqatan seni qiyomat kuni xalqqa guvohlik berguchi, mo'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kofirlarni azobdan ogohlantirguchi qilib avatdik. Sizlarning Allohga va uning payg'ambariga iymon etishinglar uchun, uni, ya'ni payg'ambarni ulug'lashinglar uchun va hurmatlashinglar uchun atiganda va oqshomda tasbih etishinglar uchun biz payg'ambarni avatdik. Shubhisizki, ey Muhammad, Hudaybiyada sana Rizvon bay'atini qilganlar haqiqatda Allohga bay'at qilgan bo'ladi. Allohning qo'li ularning qo'lining ustidadir. Ya'ni Alloh ularning qilgan bay'atini ko'rib turg'uchidir. Alloh ularni bay'at qilganligi uchun mukofotlaydi. Kimki ahdini buzadi ekan, ahdini buzganligining ziyni uning o'ziga bo'ladi. Alloh bilan qilgan ahdisiga vafo qilganlarga Alloh buyuk ajr ato qiladi. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolgan munofiq ayrobilar sana biz mollarimiz, bola chaqalarimiz bilan bo'lib qilib sen bilan chiqolmadik. Biz uchun mag'firat talab qilgin deydi. Ularning tili bilan aytqani dilidagi so'z emas. Yana ular yolg'on o'zir aytadi. Aytqanki, agar Alloh sizlarga biror ziyonni yoki foydani iroda qilsa, kim sizlar uchun Allohning oldida bir narsaga dol bo'la oladi? Ya'ni kim sizlardan Allohning xohishi va qazosini to'siya oladi? Undaq emas. Ya'ni ish sizlar o'ylagandek emas. Alloh sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Balki sizlar payg'ambar va mo'minlar oilasiga mangu qaytmaydi deb gumon qildinglar. Bu gumrohlik. Dillaringlarda chiroyli tuyuldi. Sizlar yomon gumonda, ya'ni ular o'ldirilib birimi saq qaytmaydi deydigan o'yda bo'ldinglar. Sizlar halok bo'lguchi qavm bo'ldinglar. Kimki Allohga va uning payg'ambariga ishonmaydi ekan, u kofirdir. Shubhisizki, biz kofirlarga do'zaxni tayyorladik. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh xohlagan odamga mag'firat qiladi, xohlagan odamga azob qiladi. Alloh nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolganlar g'animat elish uchun chiqqan vaqtinglarda bizmi sizlar bilan chiqayli deydi. Ular Allohning Xaybar g'animatini Hudaybiyaga chiqqanlarga xos qilganlikdan iborat so'zni o'zgartmoqchi bo'ladi. Ularga aytganki, biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi. Alloh ilgari mushundaq degan. Ular undaq emas. Ya'ni Alloh undaq demagan. Sizlar bizga hasad qilyapsizlar deydi. Undaq emas. Ular Allohning kalomini faqat yuzagina tushundi. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolgan ayroblarga sizlar jangovar bir qavm bilan urushga chaqirilsizlar yoki ular urushsizlar musulmon bo'ladi. Ular bilan urushmaysizlar. Agar sizlar buyruqqa bo'ysunsanglar, Alloh sizlarga chiroyli ajr ato qiladi. Agar sizlar ilgari qilib qolgandek
ya'ni qilib qolsanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi degan. Jihadga chiqmasa, ammaga gunoh bo'lmaydi. To'kurg'imi gunoh bo'lmaydi. Kasalgimi gunoh bo'lmaydi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan, uni Alloh ostidan o'zlanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kimki o'zrisiz jihaddan bosh tortadi ekan, Alloh uni dunyoda xo'rliq bilan, oxiratda o't bilan qattiq azoblaydi. Alloh mo'minlardan haqiqatan rozi bo'ldi. Ey Muhammad, o'z vaqtida ular Mudaybiyaga daraxt soyasi ostida sana bay'at qildi. Alloh ularning dilidagini, ya'ni rostlik bilan vafoni bildi. Alloh ularga ular bay'at qilayotganda tamkinlik tushirib berdi va ularni yaqin g'alaba, ya'ni Xaybarning fathi qilinishi bilan ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Alloh sizlar oladigan nurg'un g'animatlarni sizlarga va'da qildi. Buni, ya'ni Xaybarning g'animatini hammadan burun ato qildi. Sizlarni dushmanlarning qo'l silishidan saqladi. G'animatlar Makkaning fathi qilinishi, Masjidi Haramga kirish, mo'minlarga nishon bo'lib qilishi uchun va sizlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Alloh shunday qildi. Alloh yana o'z kuchinglar bilan qo'lga keltirilmaydigan, Alloh uning sizlarga muyassar bo'lganligini to'liq bilgan bir g'animat, ya'ni Makkaning fathi qilinishini sizlarga muyassar qildi. Alloh har narsaga qodirdir. Agar kofirlar sizlar bilan Hudaybiyada urushsa, albatta orqasi qarab qochadi. Ondan o'zlariga hech ega va yordamchi topolmaydi. Bu, ya'ni kofirlarni mag'lub qilish, mo'minlarni g'alaba qildirish Allohning ilgirdan tartib tutib kelayotgan yo'lidir. Allohning yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. Ya'ni Allohning tutgan yo'li o'zgarmaydi. Alloh ularni sizlarga qo'l silishdan to'sdi. Hamda ular ustidan g'alaba qilganinglardan keyin Makkaning ichida, ya'ni Hudaybiyada sizlarni ularga qo'l silishinglardan to'sdi. Alloh qiladigan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Ular kofir bo'ldi. Sizlarni Masjidi Haramdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Makkada sizlar bilmaydigan er ayol mo'minlar bo'lib, sizlar bilmasdan ularni o'ldirib qo'yish bilan gunohga giriftor bo'lishinglarning xavfi bo'lmasa edi, albatta Alloh Makkaga kirishinglarga ruxsat qiladi va sizlarni kofirlarga musallat qiladi. Alloh xolqin odamni rahmeti doirasiga kirgizish uchun sizlarni Makkani fath qilishdan to'sdi. Agar ular ayrilsa, ya'ni mo'minlar kofirlardan ayrilsa, ularning orasidagi kofirlarni qattiq azob bilan azoblaydi. Kofirlar qiziqqanligini, jahoriyat davrining qiziqqanligini dillariga pukkan chaqda Alloh payg'ambariga va mo'minlarga tamkinligini tushirdi. Ularga taqvo kalimasini, ya'ni kalima tavhidni ixtiyor qildi. Mo'minlar taqvo kalimasiga eng loyiq edi va uning ahli edi. Alloh har narsani bilguchidir. Alloh payg'ambariga haq ravishda haqiqiy rost tush ko'rsatdi. Ey Muhammad, sen va sahobiylaring Xudo xolisa dushmandan amin bo'lgan, ba'zilaringlar boshqalaringlarni tushirgan va ba'zilaringlar qirqigan holda qo'rqmay cho'qim Masjidi Haramga kirsizlar. Alloh suluqdiki, sizlar bilmaydigan foydani biladi. Alloh buningdan burun sizlarga yaqin bir g'alabani, ya'ni Xaybarning farhisini muyassar qildi. Alloh haq dinni butun dinlardan ustun qilish uchun payg'ambarini hidoyat bilan, haq din bilan avatdi. Muhammad alayhissalomning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik berishga Alloh yetarlikdir. Muhammad Allohning rasulidir. Uning bilan birga bo'lgan mo'minlar kuffarlarga qattiqdir. O'zaro kuyimchandir. Ularni ruku qilgan, sajda qilgan holda ko'rsan.
Ular Allah'ның fəzlini və razılıqını tilaydı. Ularning yuzlarida sajdaning asridan nishonlar bor. Ana shu ularning Tavratdagi sifatidir. Ularning Injildagi sifati bo'lsa, ular shaq chiqargan, kuchlanib cho'ngaygan, ondan o'z qo'li bilan o'ri turgan, buluqliqi va ko'rkam ko'rinishi bilan dehqonlarni mamnun qilgan bir ziroatga o'xshaydi. Mo'minlarni mundaq ziroatga o'xshatish kuffarlarni xafa qilish uchundir. Allah ularning ichidan iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta ajr va'da qildi. Sura Hujurat Madinada nozil bo'lgan 18 oyat. Nahayat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey mo'minlar, sizlar Allohning va Allohning payg'ambarining oldida hech qanday bir ishni va so'zni oldi bilan qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turguchidir. Niyatinglarni va ahvolinglarni bilib turguchidir. Ey mo'minlar, Rasulullohga so'z qilgan chig'inglarda ovozinglarni payg'ambarning ovozidan yuqori qilmanglar. Sizlar bir-biringlar bilan tovlab yuqori ovozda so'zlashgandek, payg'ambarga tovlab yuqori ovozda so'z qilmanglar. Unda qilsanglar, o'zlaringlar to'ymasdan qilgan yaxshi amallaringlar bekor bo'lib ketadi. Shubhisizki, Rasulullohning yanida past ovozda gap qilganlarning dillarini Allah taqvo uchun sinagan. Ular mag'firatga va katta savobga, ya'ni jannatga erishadi. Shubhisizki, seni o'jirlar, ya'ni pok ayollaringning turalg'u joylari orqasidan tovlaydiganlarning to'lisi aqlsiz kishilardir. Sen ularning oldiga chiqqaningga qadar ular sabr qilib turishsa, ular uchun albatta yaxshi bo'ladi. Allah naiti mag'firat qilg'uchidir, naiti mehribondir. Ey mo'minlar, agar sizlarga bir fosiq odam biror xabar ilib kelsa, ishning haqiqatini bilmasdan biror qavmini ranjitib qo'yib, qilmishinglarga pushaymon qilib qolmasqanlar uchun u xabarni aniqlab ko'ringlar. Bilinglarki, ichinglarda Rasululloh, ya'ni Allohning payg'ambari bor. Agar u nurg'un ishlarda sizlarga itoat qiladigan bo'lsa, cho'qim qiyin ahvolda qoladinglar. Lekin Alloh sizlarga iymonni qizg'in so'ygizdi va uni dilinglarda ko'rkam qildi. Sizlarga fisqini, kufrini, gunohni yomon ko'rsatdi. Ana shular Allohning fazli va nimmati bilan to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardir. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar mo'minlardan ikki guruh urushib qolsa, ularning orasini tuzab qo'yinglar. Agar ularning biri ikkinchisiga tajovuz qilsa, tajovuz qilg'uchi yoki Allohning hukmiga qaytgan qadar, ya'ni tajovuzni to'xtatganga qadar uning bilan urushinglar. Agar ular Allohning amriga qaytsa, ularning orasini hech bir tarafga yon bosmasdan odillik bilan tuzab qo'yinglar. Hamma ishda odil bo'linglar. Alloh haqiqatan odillarni do'st tutadi. Mo'minlar haqiqatan dinda qarindoshlardir. Urushib qolsa, qarindoshlarning orasini tuzanglar. Rahmatga erishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Ey mo'minlar, bir qavm yana bir qavmni, ya'ni bir jamoa yana bir jamoani, bir odam yana bir odamni masxir qilmasin. Masxir qilingan qavm Allohning nazarida masxir qilguvchi qavmidan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Sizlarning oranglardagi ayollarmi o'zaro masxir qilishmasin. Masxir qilinuvchi ayollar Allohning dargohida masxir qilguvchi ayollardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bir-biringlarni ayblamanglar. Bir-biringlarni yomon laqab bilan chaqirmanglar. Iymondan keyin fisqi bilan atash, ya'ni mo'minni fosiq deb atash nima degan yomon. Mundaq nahiy qilingan ishlardan tavba qilmaganlar zolimlardir. Ey mo'minlar, nurg'un gumonlardan saqlaninglar, ya'ni oildagilarga va kishilarga gumonxo'rlik qilmanglar. Ba'zi gumonlar haqiqatan gunohdir.
Müminlərning aybini izlemanglar. Bir-biringlarning g'aybatini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'lgan qerindishinglarning go'shini yeyishni yoqtiramsizlar. Izohat: g'aybatning ziyoda qabih ekanligiga tamsil. Uni yoqtirmaysizlar. Allohdan qo'rqinglar. Alloh tavba qiluvchilarning qilgan tavbasini bakmi qabul qilg'uchidir. Ularga nihoyatda mehribondir. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, odam bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tanishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Ey Roblar, iymon etdik deydi. Ularga aytqinki, texi iymon etmadinglar, va lekin sizlar bo'ysundiq danglar. Iymon texi dilinglarga kirmadi. Agar sizlar Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsanglar, Alloh sizlarning amalinglardan hech narsani kamaytirib etmaydi. Allah haqiqatan müminlərə nəhayət məğfirət qılğucudur. Ularga nəhayət mehribondur. Şübhəsiz ki, haqiqi müminlər Allah'a və onun peyğəmbərigə iman keltirgan, ondan imanida şək keltirmagan, malları bilan, canları bilan Allah'ın yolida cihad qılğanlardır. Әні şular iman davasida rastçıllardır. Ey Muhammed, aytdin ki, Allah'a dininglarni, ya'ni dininglarni, dilinglarning tasdiq qilganligini xabar qilamsizlar. Halbuki Allah osmonlardagini va zimindagini bilib turadi. Allah hamma narsani bilguchidir. Ular sana musulmon bo'lganligini minnat qiladi. Ularga sizlar manga musulmon bo'lganliginglarni minnat qilmanglar. Balki Allah sizlarni iymonga hidoyat qilganligini minnat qiladi. Agar sizlar rost mo'min bo'lsanglar, degin. Allah haqiqatan osmonlardagi va zimindagi g'aybni bilib turadi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turguchidir. Sura Qaf Makkadan nazil bo'lgan 45 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qaf. Sharafli Qur'on bilan qasam qilaman. Balki ular, ya'ni mushriklar o'z ichidan ularga bir ogohlantiruvchi kelganligidan ajablandi. Kafirlar aytdi: "Bu qiziqishdir. Biz o'lib, to'pi bo'lib ketgandan keyin tirilib, ilgirki holtimizga qaytamdik. Bunda qaytish aqldan yiroqdir." Ularni zaminning kemaytganidan, ya'ni ularning jasadlarini yer yeb ketganidan biz haqiqatan xabardormiz. Bizning dargohimizda hammani o'z ichiga olgan kitob, ya'ni Lavhul Mahfuz bor. Balki ular bo'lsa o'zlariga hosil qilingan haqiqatni, ya'ni Qur'onni inkor qildi. Ular qalaymaqan holatdadir. Ular osmonni qandoq to'riksiz barpo qilganligimizga, uni yulduzlar bilan beziganligimizga, uningda hech qanday yo'qligiga qaramamdi. Yer yuzini to'g'risiga va uzunsiga so'zib keng yaratdik. Yer yuzida uning tavrab ketmasligi uchun tog'larni qildik va uningda turli chiroyli o'simliklarni o'stirdik. Allohga qaytquchi har bir bandaga Allohning qudratini ko'rsatish uchun va Allohning ulug'ligini aslatish uchun shunday qildik. Ko'kdan, bulutdan muborak suvni tushirdik. Uning bilan bog'larni va oshliqlarni, egiz o'sgan, mevalari sanjaq bo'lib ketgan xurmolarni o'stirdik. Ularning hammasini bandalarining rizqi uchun o'stirdik. U suv bilan o'lik, ya'ni qaqas zaminni tirildirdik. O'liklarning tirilishimi shuni o'xshashdir. Ulardan ilgari payg'ambarlarni inkor qilganlar Nuhning qavmi, Ras aholisi, Samud qavmi, Od qavmi, Fir'avn, Lutning qarindoshlari, Ayki aholisi, ya'ni Shuayb qavmi,
Tövbe qavmi edi. Ularning hammasi payg'ambarlarni inkor qildi. Shuning bilan mening azobim ularga tegishli bo'ldi. İnsanlarni dastlabda yaratishdan ojiz keldikmi? Hargiz undaq emas. Biz buningda ojizlik qilmag'achqa o'lgandan keyin tirildirishdimi ojizlik qilmaymiz. Ular yangidan yaratilishga, ya'ni qiyomatda tirildirishga qarata gumondadir. Biz haqiqatan insonni yaratdik. Biz uning ko'ngliga kelganini bilamiz. Biz uning jon tomiridanmi yaqinmiz. İnsanның o'ng tarafida va so'l tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor. İnsanның so'z harakati xotirlanayotgan vaqtda u qandoq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib ko'zitib turdi. O'limning sakrati haqiqatni elib keldi. Ya'ni oxiratni inkor qilguvchi oxiratning dahshatini aniq ko'rdi. Sen uningdan, ya'ni o'limdan qochatding. Sür chalindi. Ana shu kuffarlarga azob va'da qilingan kundir. Har inson hamshargohga keladi. Uning bilan uni hamshargohga haydaguvchi va uning amaliga guvoh bo'lguvchi ikki farishta birga keladi. Uningga: "Ey inson, dunyodagi chig'ingda bu og'ir kundan g'aflatda eding. Endi pardangni sendan ko'tarib atdik. Bugun ko'zing o'tkirdir" deyildi. Uningga Michael farishta: "Mana bu nam amal, oldinda tayyordir" deydi. Alloh taolo ikki farishtaga xitob qilib, haqqa qarshi yaxshilikdan to'squchi, haddidan oshquchi, dinga shak keltiruvchi, Allohga boshqa ma'budni sherik qilguvchi har bir kofirni do'zaxga tashlanglar, uni qattiq azobga tashlanglar deydi. Uning hamrohi bo'lgan shayton: "Parvardigorimiz, men uni ozdirmadim, lekin u o'z ixtiyori bilan cho'nqur gumrohlikda bo'ldi" deydi. Alloh: "Mening oldimda munozirlashmanglar. Bu yerda munozira foyda bermaydi. Sizlarni men oldin ola azobimdan ogohlantirgan edim. Mening so'zim o'zgarmaydi. Men bandalarga zulm qilguvchi emasman" deydi. U kunda biz jahannamga "To'shdingmi?" deymiz. Jahannam: "Yana bormi?" deydi. Jannat taqvodorlarga yiroq bo'lmagan joyga yaqinlashtirildi. Mana bu ne'matdan sizlarga va'da qilingan narsalar Allohning toatiga qaytquchi, amrini saqlaguvchi har bir banda uchundir. Kimki mehribon Allohni ko'rmay turib, uningdan qo'rqsa va tavba qilguvchi qalb bilan kelsa, ularga jannatga omonlik bilan kiringlar. Bu mangu qilish kunidir deyildi. Jannatda ularga xohlagan narsalar bor va bizning huzurimizda ularga ziyoda ne'matlar bor. Biz ulardan, ya'ni Quraysh kuffarlaridan ilgari ularga qaraganda kuchli bo'lgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular, ya'ni shu ummatlar har qaysi joylarni kezdi. Ularga o'limdan qochadigan joy tepildimi? Buningda haqiqat ustida fikr yurgizadigan qalbga ega odam yoki vaz nasiyatga huzuriy qalb bilan quloq soladigan odam uchun albatta vaz nasiyat bor. Biz haqiqatan osmonlarni, zaminni, ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdik. Biz hech qanday charchab qolganimiz yo'q. Ey Muhammad, kofirlarning so'zlariga sabr qilgin. Kun chiqishdan ilgari va kun petishdan ilgari Parvardigoringga tasbih aytgin. Hamd aytgin. Kechada va sajdadan keyin, ya'ni farz namozlarning orqasida tasbih aytgin. Nida qilguvchi, ya'ni Isrofil yaqin joydan nida qiladigan, ya'ni uning ovozi hammaga o'xshash yetadigan kunda nidoga quloq solgin. Ular haqni ilib keladigan ovozni, ya'ni ikkinchi qatimliq surni anglagan kun, ana shu kun qabrlardan chiqish kunidir. Biz haqiqatan kishilarni vafot qildiramiz va tirildiramiz. Oxir boradigan joy bizning dargohimizdir. U kunda yer yerilib, ular qabrlardan tez chiqib keladi.
Әні шу yig'ish bizga osondir. Biz ularning, ya'ni Quraysh kuffarlarining aytadigan so'zlarini obdan bilamiz. Sen ularni islomga zo'rlovchi emassan. Mening ogohlantirishimdan qo'rqadiganlarga Qur'on bilan vas nasihat qilgin. Sura Zariyat Makkada nazil bo'lgan 60 oyat. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allahның ismi bilan boshlayman. Tuproqni so'rg'uchi shamollar bilan qasamki, yomg'irlarning eg'irligini ko'targuchi bulutlar bilan qasamki, suv ustida yenik mang'uchi kemalar bilan qasamki, ishni, ya'ni bandalar orasida rizqlarni, yurtlar orasida yomg'irlarni taqsim qilg'uchi farishtalar bilan qasamki, sizlarga va'da qilingan savob, azob, qiyomat qatorliqlar albatta rostdir. Yaxshi amallarni mukofotlash, yomon amallarni jazolash cho'qim bo'ladigan ishdir. Yo'llari bor osmon bilan qasamki, payg'ambar haqida sizlarning so'zinglar haqiqatan xilma-xildir. Alloh taolaning ilmi azalisida hidoyatdan burib etilgan odam Qur'onga va Muhammad alayhisalomga iymon keltirishdan burib etildi. Qazaqlarga la'nat bo'lsinki, ular jaholatga cho'mgan bo'lib, oxirat ishidan g'aflatlidir. Ular Rasulullohdan qiyomat qachon bo'ladi deb so'raydi. U bo'lsa, ular do'zaxda azoblanadigan kundir. Do'zaxqa muakkal farishtalar ularga sizlarga qilinadigan azobni tetinglar. Mana bu sizlar dunyodagi chig'inlarda oldiratgan narsadir deydi. Shubhasizki, taqvodorlar jannatlarda va iqib turgan buloqlarning orasida bo'ladi. Ular Parvardigori ato qilgan narsalarni qabul qiladi. Ular buningdan ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda yaxshi ish qilguvchilar edi. Ular kechasi oz uxlaydi. Ular saharlarda Parvardigoridan mag'firat tilaydi. Ularning pul mollarida soillar va iffatligidan soillik qilmaydigan muhtojlar huquq ega edi. Ya'ni ular soillarga va muhtojlarga sadaqa qiladi. Ziminda va o'zinglarda Allohga chin e'tiqod qiladiganlar uchun Allohning qudratini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'rmamsizlar. Osmonda sizlarning rizqinglar bor. Sizlarga va'da qilingan savob bor. Osmonning va zaminning Parvardigori bilan qasamki, sizlarga va'da qilingan narsa o'zinglarning so'zlayotganinglardek, ya'ni so'zlashinglarning o'zinglarga aniq bo'lgandek haqdir. Ey Muhammad, sana İbrahimning hurmatli mehmonlarining xabari yetdimi? O'z vaqtida ular İbrahimning yeniga kirib salom dedi. İbrahim salomni ilk oldi. Ichida notonish odamlar-ku dedi. Shuning bilan u asta oilasiga chiqib, pishirılgan bir semiz mo'zayni elib kirib, ularning oldiga qo'yib, "Yemamsizlar" dedi. Ularning tamoq yemaganligini ko'rib, dilida ulardan qo'rqdi. Ular qo'rqmagin, biz Parvardigoringning elchilarimiz dedi. Ular İbrahimga belimlik bir o'g'il bilan xushxabar berdi. İbrahimning ayoli so'ran selib kelib, ajablanganlikdan o'zining yuzini qachatlab, "Men tug'mas mo'may tursam, qandoq tug'aman?" dedi. Ular Parvardigoring shundoq dedi. U haqiqatan hikmat bilan ish qilguvchidir, hammani bilguchidir dedi. Kitob o'qish munbiri avlodlar torbeti hozirladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.